Qizim birga kirganligi sababli bu safar biskvitdan o'zim tort tayyorlab ko'rdim. Shu sababli kamchiliklari uchun negativ yozishga shoshmaymiz. Tortimning kremi uchun mana shunaqa tayyor morojnali kremdan foydalandim. Uni yana mazali bo'lishligi uchun ozgina uzgushonka hamda volidam sifatli qaymoqlaridan foydalandim. Kremni bir massaga kelguncha yaxshilab mikser qilib, so'ng biroz muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Orada biskvitlarni bo'lib, oralarini yaxshilab siroplab chiqamiz. Siroplab bo'lgach, yetarlicha kremlab, ohishga qarab mevalar terib chiqamiz. Men banan hamda malinadan foydalandim. Mevalarni terib bo'lgach, ustidan ikkinchi biskvitimizni qo'yib olamiz. Uni ham ustini yaxshilab siroplab, kremlashni davom etamiz. Kremlab bo'lgach, mevalarimizni terib chiqamiz. Terib bo'lgach, ustidan biskvitimizning 3-bo'ligini qo'yib olamiz. Endi esa tortimizning ustini hamda atroflarini yaxshilab kremlab chiqamiz. To'g'risi, hamma joyini kremlab bo'lgach, qana qilib bezatay ekan deb rosa bosh qotirdim. Tortchilarga ham oson emas ekan. Oson ko'ringani bilan to'g'risi tayyorlab ko'rmaguncha bilmas ekan. O'ylab oxiri struchkalab chiqishga qaror qildim. Hamma joylarini struchkalab bo'lgach, shunaqa asal jimchuqchalar bilan ustini bezatib oldim. Qarabsizki, mani qizimni tortchasi tayyor. Ko'rinishini unchalik o'xshatolmagan bo'lsam ham, lekin mazasiga gap yo'q. Muhimi farzandlarimga yoqdi va ular xursand. Video yoqqan bo'lsa, bittagina like tayamiz degan umiddaman.